bir korxonada shunaqa keysimiz bo'ldi. Bordik, biz suhbatlashib holatini ko'rdik va moliyaviy holatini o'sha Form 2 ni olib kelgin, ko'ring, men oldin edim va Form 2 ni ko'rgandan keyin ularda shunaqa holat bo'ldiki, foyda qilasizlarmi deyapman, lekin dokumentda foyda yo'q. Endi bilmadim, hisob-kitob qilib ko'rishimiz kerak edi. Bu birinchi moliyaviy holatni muammoli. Keyin gruppirovka bo'lish holati aylanib chiqdik, ko'rib chiqdik. Endi bu bir hafta vaqtni oldi va u yerda gruppirovka bo'lishini, biron bir tizim, biron bir o'quv sistemasi va u yerdagi rivojlanishdagi holati. Keyin biza KPI ni spinga qarab turib berdik. KPI ni shu joyda o'zgartiring, spinga qarab bering. U boyiga ketgan ikkinchi tomonni rozilik holatiga KPI ni berishimiz kerak va undan tashqari ko'rganlik haqida KPI berish. Keyin shu xulosaga keldikki, qarasak ish tashlash boshlanyapti. Ya'ni o'sha 3-4ta odamlarni bir bo'lib bo'shashni tavsiya qilib bir-biriga endi bir-birini yonini oladi. Keyin bilsak, uni tegini keyin qaradik. Buni bekordan bekoriga bunaqa bo'layotgani yo'q. Ya'ni bularni qanaqadir bir-biriga bog'laydigan holat bor. Ya'ni bir-biriga, ya'ni bu o'sha qing'ir ishlarni bir-birini bekitadigan, bir-birini yopadigan va bu umumiy jamoa gruppirovka sifatida, o'sha banda sifatida o'sha faoliyatni bajaradi. Keyin men oxiri aytdim, yechim sifatida mana shu gruppirovkani bartaraf qilaylik. Yo tanlasang mana shu bizning sistema, mana shu tizim va bu mana faoliyat 6 oy ichida buni tizimga kirgizamiz. Lekin boshlanishiga mana bundan holatdan boshlaymiz. Lekin buni hamma qilishi shart. Qila olmaydigan bo'lsak, uzr, xayrlashamiz. Xo'sh, mana shu narsalarni amalga oshirilgandan keyin gruppirovka bo'lgan insonlar bir kun ichida ish tashlab ketishdi. Endi rahbar o'ylanib o'tiribdi, men boshini qashib, cho'tib ertaga kasod bo'laman, yaxshi doktorlarim edi, holatda yaxshi boshqarishadi. Yo'q, to'xtang. Sizni doktoringiz, uni chunki ishlash koeffitsiyentini, foydali koeffitsiyentini men o'zi ko'rib chiqdim. O'zidan instrumentlari bor, kim qanaqa foydali koeffitsiyentda ishlayapti. Va tabiiyki ularni ko'rganimizdan keyin faoliyati bir oydan keyin 3x ga daromadi oshdi. 3x ga. Keyin bilsak, uni orasida o'sha kasbiy holatdagi muammolar, uni bekitishi, ularning hammasini kassaga tushirmasligi, bu eng moliyaviy holatdagi og'ir holatlar hisoblanadi va uni to'laqonlik tizimda ishlamasligi va u yerdagi oddiy programmani yo'qligi, hali ham o'sha Excelda yoki bo'lmasa daftarlarda yuritishi, mana shu muammolarni bartaraf qilganimizdan keyin bir oy ichida o'sha yulduz deb sanagan, o'shalar siz meni klinikamni shular meni ushlab turibdi degan rahbarning fikri bor edi u joyda va ularni o'sha yo'qotish evaziga 3x ga buni daromadi oshishi boshladi va bu o'suvchi jarayonga olib keldi.